Aka bir minut. Aka. Aka puli tushib qolibdi. Pulim tushib qolibdimi? Rahmat. Ye? Aka, pulim 200 ming taligida. Gilom magazinda ishlaysizmi? Ha, gilom magazinida ishlayman. Nech puldan gilomlar bor? 575 mingga ham gilom bor. Rost bilan. Rost. Aka, mana 200 ming so'm pulingiz. Men kakras arzon gilom oqtarib yurdim. Ko'rsating. Bo'ldi, ko'rsataman. Mana aka, sizga aytgan o'sha 575 mingga gilom, Samarqand gilomlari. Aka 200 ming pulingizni qaytib berganim yana ham arzonroq qilib bermaysizmi yo sizlarda bo'lishimi? Bo'lish narxi aka. Ba'zan Ba'zan narxida. Ha, qo'yib. Uyimiz razmeri nostandart 320 lik. Bormi shuna gilom? Bor aka, mana 320 lik gilomimiz. Bitta to'qroq svetda. Nech pul buni narxi? 600 ming so'm. 320 ga necha yuzini? 4 metr. Qo'yib, Samarqandniki. Samarqand. Yek zavodining gilomlari. Qo'yiloma. Abdug'an aka, uyim sal qiyshinroq va metrajni gilomlaringizdan ham kesib to'g'irlab beraverasizlarmi? To'g'irlab beramiz aka. Metrajli gilomlarimiz bor. 3 metrli, 3,5 metrli, 4 metrli. Ba'zan qing'ir qiyshiq bo'lsa ham to'g'irlab kesib tikib beramiz. Qo'yiloma. Hali 200 ming berib turing-da. Yo'q. Bitta narsasini ko'rib olaman. Berib turing. Yo'q. Berib turing. Yo'q. Berib turing. Qochdim. Xullas, adresimiz Marg'ilon Nadirimatda 10 yo'lida. Kelaverasizlar. 200 ming pul oldim.